Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Hozir dangliq faylasuf marhum Abdushukur Muhammad Eminning Azgulik Malaikasi nomli asarni o'qishni davomlashtiramiz. 20-bob. Sharq yultuzi san'atida. Kötürülse yultuzun aymu baqur, ol samanchi vadisi yandab aqur. Deme hiç ametni yakka ametim, bolmasa el rahmeti quzgun soqur. Bizning Toshkentga kirib kelgan chig'imiz galas malina pishqan, Toshkent orchilari yeshillik bahriga to'yingan havo kelimati xuddi yuz oshgan kelindek illiq tabassumga to'lgan go'zal chaqlar edi. Enimiz Mavlanning akisi Qurban, jumladan singlimiz Fatigulning yasidaq xonasiga olibda dasturxon yeyilgan. U yerda Toshkent Uyg'ur olim va san'atshunoslari liq to'planib bizni kutib turgan ekan. Kelishimiz bilan salom, quchoqlashish, shampanyaski etildirishlari bir-biriga qo'shilib ketdi. Ra'no xushal edi. Mening jimi xushalliqim bu azgulik malaikasining yonjilgan qalbini xalqning rahmat suyida qayta yoshnitishdan iborat edi xolos. Ajoyib go'zal, ma'nodor otash so'zlar bilan to'lib davomlashgan tus, ya'ni saqinama nutqlari tilga kirgan samimiy qalblarning beg'ubor jilvasi edi. Men o'z xosiyatlarim tufayli emas, balki aziyat chekkan Uyg'ur xalqining bir odami bo'lish sharafini yana bir qitim his qildim. Agar Ra'noning ziyrak va sumbatligi mening irodamni hamisha tavlab, savalliklarimni doimo tuzitib, ko'zimga gul, lafzimga bulbul, irodamga tosh, toqatimga chidash ato qilmagan bo'lsa, allaqachon o'z qadamini ravrus tutgan, raqobatkash palak tahdidlardan zafar quchgan o'g'lon bo'lolmagan. Bu ma'naviy iltifot munbiriga qadam qo'yolmagan bo'lardim. Biz Toshkentda dastlab marhum Uyg'ur olimi Murod Hamroyevning uyiga o'lim partisi qildik. Murod Hamroyev biz chegaradan chiqqanda hayot bo'lib, bir qator kitoblarga xotira imzosi qo'yib, men bilan ko'rishishni shuncha orzu qilgan bo'lsa-mu, biz Fransiyadagi chaqda yurak kesli bilan vaqtsiz qazo qilgan. Murod Hamroyevning ayoli Ra'noga esilib, qattiq ko'z yoshi qildi. Uning bizga atagan kitoblarini bizga topshirdi va har qaysi arbob olimlarning ta'ziya yozgan cho'ng xotira albomiga marsiya yezib qoldirishimni iltimos qildi. Men bu hurmatlik akademikning unutilmas shuhratiga atab marsiya yozdim. Uningdan keyin biz shoir, Uyg'ur bolalar adabiyoti bo'yicha mashhur yozuvchi, Toshkentda qazo qilgan marhum Davud Turahmat aka oilasini yo'qladik. Marhumning oilasi u vafot qilish oldida og'zidan yo'lib olgan va vatanga elib berib ko'mishni vasiyat qilgan bir jup tishini bizga topshirdi. Bu g'oyat zo'r ishonch va samimiy istak bizni qattiq hayajonga soldi. Xalqning to'liq ishonchi Sulaymon podshohligidan ulug' edi. Bu ishni bajo keltirdik. Uningdan keyin Toshkentdagi Uyg'ur jamoatchiligi kattalari O'zbekistonning bir qism falsafa, ijtimoiy fan olimlarini ziyorat qildik. Arqadan hem ziyorat, hem qizg'in mehmondorchilik boshlanib ketdi. Seg'ingan va tashna yuraklar omu sir orliqida moy gullaridek bizni kutib elishdi. Toshkentning bo'ljirgan va gilos pasli olimlar, savoqdoshlar, tuqqanlar uylarida kunda 5-6 joyda mehmon bo'ldik. Ular ichida atam bilan onamni 1930-yillarning 5-ida Anjonda nikohlantirib qo'ygan turdi tavoq otaning uyida mehmon bo'lish to'liq xosiyatli bo'ldi. 3 qo'y so'yib, butun orkestr taklif qilib chaqirilgan bu mehmondorchilik Og'unboyev rayonida o'tdi. Turdi ota menga ayrim hujrasida shu yillarda oshxona ochganligini, atam bilan onamning to'yini ko'tirib elib o'tkazib berganligini
hikoya qilib berdi. Biz Uyg'ur ayol kompozitor, savaqdosh Ra'noga ustoz Shahida Shohimardonovaning uyida uning Ana nomli simfoniyasini ting'shidik, musiqa lentalarini angladik. 9 may Ahmadjon bizni fashizm ustidagi g'alaba bayrami kashlik manzarasiga elib chiqdi. İnsaniyat o'z kamolati yo'lida yana nurg'un qabohat ustidan g'alaba qilishga taqozo. Biz Toshkentda radio televiziya komiteti yenidagi Uyg'ur Navo ansamblining bizga maxsus qo'yib bergan konsertlarini ko'rib, 2 o'rindagi bog' saylasiga qatnashdik. Navoiy, Hamza, Hakimzoda, Niyozi va Muqimi teatrlarida o'yin ko'rdik. O'zbekiston muzeyini ekskursiya qildik. Bizga O'zbekistonda faqat 15 kunlik ziyorat fursati berilgan bo'lg'ashqa, yozuvchi Seyitjon Setishov hamrohligida 2 pikapda Buxoro, Samarqand tarafga yurib ketdik. Ali tashyo'l bo'lg'ashqa, yerim musobaqacha oldidagi Volga pikapni men haydab mangdim. Bizga alohida ko'ringani yo'l bo'yidagi cheksiz o'riklik bo'ldi. Biz 13 may Samarqandni tashlab, G'ijduvondan o'tib, Buxoroga yetib keldik. Oldimizga bu shahardagi bir qancha Uyg'ur oila cho'nglari chiqqan bo'lib, ular o'z uylariga tushishni taklif qilib talashdi. Abdurashid aka ota-bovalarimning nomini tilga ilib, tuqqanligini aytqashqa, qolgan hamsafarlarim ularning shahar markazidagi uyiga tushishni tanladi. Buxoro qadimki madaniyat markazi edi. Bu Samoniylar, G'arbiy Qaraxonlar, Buxoro xonliqlarining ostonasi bo'lgan. Biz Divan Begi xonaqasi 1631-yili selingan. Nodir Divan Yeni madrasasi 1630-1631-yillar selingan. Kukultas madrasasi 1578-yildan 1599-yillar selingan. Orasidagi ko'lni, qadimki hammomni, O'zbekiston Islom institutini ziyorat qildik. Ko'l bo'yida mashrab ustiga chiqib, pastga sharqirtib siygan daraxt turadi. Qiziqi, daraxtning yiltizi suvga to'yingan bo'lib, usti yalang'och, yo'pirmoqsiz taqir edi. Daraxtga laylak uvi salgan. Biz Nasriddin apandining hayvat mis haykali yanida suratga tushdik. Eshaklik Nasriddin apandi olamdan parvoyi pelak kulib turgan edi. Uning sanqilab turgan kashi bir kishi o'ltirg'idek cho'ng ishlangan edi. Biz Buxoroda mashhur sufizm mutafakkiri Yusuf Hamadoniyning maqbara rayonini ziyorat qildik. Bu cho'ng hajmlik bir yurish qurilishdan hosil bo'lgan edi. Yusuf Hamadoniy Bahoviddin Naqshbandi bilan G'ijduvoniyning ustozi bo'lgan. Bir ko'l suyini aylandik. Ostidan kishi o'tsa so'ng kesilish shifo topidi deyiladigan yiqilgan daraxtdan o'tdik. Xosiyatlik buloq suyida yuz yudik. Buxoro amirligi zamonidagi xon o'rdasi egiz sepil bilan o'ralgan qal'a edi. Biz uni tafsiliy ziyorat qildik. Orada zindonlarga mahbuslarning haykallari yasab qo'yilgan. Ataqliq tojik yozuvchisi Sadriddin ayni qamal qilingan yer osti zindoni ulardan biri edi. Buxoro amirining sayligoh Harambeg'i bütün quluplangan uylari echilgan holda bizni qarshi oldi. Bu aramgoh 19-20 asr ichida davomli to'liqlangan. Amir Olimxonning Oy yulduz qasri, Salom xonasi, ya'ni usta Sharif Murat yasagan, Kütüş zali, Şahmat zali, usta Hasanjon yasagan, 40 aynaklik ziyofat zali, xonning go'zallarini ko'lda cho'mildirib tomosha qilish uyi, xonning go'zallarini ko'lda tomosha qilish uchun yasatgan ko'l va pashtoqlari, Harambeg'i helimi shu peti saqlangan. Biz o'g'ilchoq Qidirxon qo'lidan Ispijob va Farab shaharlarini tortib olgan Samon shohi Ismoil Samoniyning maqbarasini, Mir Amir madrasasi, Chashmai Ayyub
ziyoratgohlarini tomosha qildik. Biz Buxara ko'chalarini, yangi rasmlar bilan qadimki mahallalarni aylandik. Atlas, baqasam kiyishgan rus ayollar bilan o'zbek tilida so'zlashdik. Buxara lo'lilari deb ataladigan yahudiylarmi yerlik turk tilida so'zlashatdi. Buxara orqamizda qoldi. Yangi yasalgan, ammo aholi ko'chib kelmagan qo'pqo'ruq Navoiy shahriga kirib keldik. Ondan keyin Samarqandga yurib ketdik. Qadimki Samarqand, Afrasiyab shahrida qimmatlik tarixiy yodgorliklar saqlangan edi. Hayvatlik Registon maydonida Shirdor madrasasi 1619-1636 yillar selingan. Oltinda gümbaz ichi hallangan Tilla Qori madrasasi 17-asrda Hasan Samarqandi soldirgan. Ulug'bek madrasasi 15-asrda selingan. Bir-biriga agmi yondashib maydon hosil qilgan edi. Gur Amir maqbarasi 15-asrda ta'mir qilingan. Bu cho'ng yasadaq gumbazga Muhammad Sultan, Amir Temur, Ustoz Mir Said Parka, Shohruh Mirza, Miran Shah, Ulug'bek qatorliq buyuklar ko'milgan. Amir Temurning bir qo'li qurigan, bir tizi zaxmlangan. Ulug'bekning bo'yni 3-so'ngiki izidan bo'g'izlangan edi. U o'z kiyimi bilan ko'milgan. Ko'k tosh, asli qora qashdeshi Xotandan keltirilib, Amir Temurning taxtiga qo'yilgan. Keyin Eron shohi Nodir Shoh taxtdan qabriga yo'tkalgan bu toshni elib ketgan. Keyin kesib yana Amir Temur qabriga qaytirib qo'yg'izgan. Biz yana Bibi Xonim, Shohizinda tirik shohlar qabrgohliklarini ziyorat qildik. Samarqandning Temuriylar davri yodgorliklari binokorlik va xattatlik san'ati bo'yicha parlaq ulgu edi. Tush mezgili rasi pishgan ujma ostiga dasturxon yeyib, ujma qaqdiq va Samarqand mantisi bilan g'izolandik. Ulug'bek rasadxonasi bilan Afrasiyab muzeyi bo'libmi uningdagi rangdor tam rasmlari, tosh jasad sanduqlari, har xil tarixiy va san'at buyumlari qiziqishimizni qo'zg'adi. Biz yana Toshkentga qaytdik. Ra'no bilan bo'linib Bahar ansambli, usul maktabi, san'atshunoslik tadqiqot instituti va Sharq qo'l yozmalar tadqiqot institutini ziyorat qildik. Ra'noni Bahar ansambli oldiga poyandoz selib, ustiga atlas yepib qarshi oldi. Ansambl rahbari Qunduzxon Mirkarimova uni bag'riga bosdi. Uning sharafiga maxsus konsert ko'rsatdi. Onunğa o'zbek usul san'ati to'g'risidagi kitoblar bilan o'zbek yangi usul peshivasi Mukarrama xonimning mushu zalga esib qo'yilgan jihozlangan suratini sovg'a qildi. Usul maktabi uni sinflar arlatdi. Usul ma'rifini tanishtirdi. Sharq qo'lyozmalar institutining mudiri akademik Muzaffar Muhiddin Xayrullayev meni samimiy kutdi. Biz Abu Nasir Farabi haqida bu nupuzliq olim bilan qisqa so'zlashdik. Bu ilmgohda ko'p asar yozgan Eresov, Qutluqov qatorliq sharqshunos olimlar bilan ko'rishdik. Üstünki qavatlarda saqlangan qo'l yozmalar skilatiga chiqib, bu mo'l fondliq xazinini Ar-Rozining 8-asrdagi kitobidan boshlab yil tartibi bo'yicha bir-birlab ko'rdim. Qatori tartib bo'yicha endi navbat Qutatqu belikning Namangan nusxasiga keldi, dedim men. To'g'ri, mana bu shoh asar, dedi mulozim qo'limga muqovisi olma urqarang duxobida qaplangan, batlari sal so'kilib turgan Qutatqu belikni tutqizib. Biz Lefit bilan Xayrullayevning ishxonasiga kirib xo'shlashdik. U kelishgan ayol kotibi bilan menga sovg'a qildigan kitoblarni tizib turgan ekan. Ra'no bilan ikkimiz doktor Xayrulla
Karametovning hamrohligida san'atshunoslik tadqiqoti institutini, uning san'at tarixiy muzeyini, qip-qizil gilamlar bilan qoplangan ilmiy hay'at zalini ziyorat qildik. Suhbat ustida asosiy so'zni Ra'no baja keltirdi. Uning so'zlari mening iftixorimni qo'zg'adi. Qaytish vaqtida Xayrulla Karametov xalqaro muqamchilar jamiyatining raisi menga "Sizlar tarafda bundaq bino va muassasalar bormi?" deb so'rab qoldi. Darvaqa bu chaqda biz amdala madaniyat zo'r inqilobidan xalos bo'lgan namrat holatda edik. Esimga Beyjingdagi vaqtimda Saybiddin Azizining 5-6 yosh oraliqidagi o'g'lim Farruqqa o'zining yasidaq uy va kitobxonasini ko'rsatib, "Sizlarning mushundaq narsalaringlar bormi?" deb so'raganda, uning hech ikkilanmayla "Yo'qsi bo'ludi" degan javobi keldi va men uning savoliga iz besibla olamda inson va uning hur aql zakovati bilan tuproq, suv, havo, o'tdan iborat anasir bo'ladi ekan, hamma mo'jizani barpo qilish mumkin deb javob berdi. Men Karametov bilan keyin Fronsada 2 qitim hamdastxon bo'ldim. Fronsga qaytish oldida O'zbekiston Dramaturgiya instituti Uyg'ur sinfi o'quvchilarining o'qish tamomlash o'yini G'unchamni shu institut zalida ko'rishga taklif qilindi. O'qituvchi Ra'noning sobiq savoddishi G'ubur Hamdulla edi. Safar bizni yana ota-onam tuproqqa tushgan Bishkek Frunze shahriga elib kirdi. 21-bob Gulshanda guldasta. Gul sovg'isi qilar tabiat, gul pasliga to'lg'anda olam. Dasti gulda azgu muhabbat, ming yurak muhabbatga jam. Biz Bishkekda Tojikistonga berish rasmiyatlarini o'tab, aeroplan bilan havoga ko'tarildik. O'rinbay aka dehqonga xos kamtarligi bilan to'liq hayajonlangan edi. Tojikiston tog'liq el. Men tog' chilg'ilarini yalab eqiyotgan vada anharlarga ko'z tikkanimda bu zaminning suv energiyasiga boy ekanligini bayqadim. Ra'no qavatli xushal edi. U opamning tuqqanlari yeniga bordi. Opam o'z xatlarida tasvirlagan oq ko'ngil, aqlli kishilarning didorini ko'rdi. Aeroplan Xo'jan, ya'ni Leninabad aeroportiga tushib qaytib ko'tarildi. Ko'z ostimizda g'arbiy Pamir etaklari rangdor kimxobdek chaqnaydi. Dushanba shahriga tushdik. U yerdan mashina bilan Amu daryo qirg'oqidagi Leninskiy rayoniga berib, Komsomol dehqonchilik maydonidagi urush qahramoni O'rinbay tog'amning keng qorosiga keldik. Bizni rayon va maydon boshliqlari bilan nurg'un avlod, kelin, kuyovulluq O'rinbay aka oilasi, u kishining yar birodarlari kutib elishdi. Atsi ota-onam Sharifiga nazar chiroq o'tkazib, al jamoat bilan ko'rishdik. Nazardan keyin Ra'no bilan ikkimiz O'rinbay tog'amning hamrohligida shu mahalladagi Tillaxon opamizning uyiga berib, marhum opamning ig'ir og'riqda o'rin tutib yotgan bu do'stini yo'qladik. Tillaxon opamiz aran-aran midirlab, ko'ziga yosh elib, "Hamroxon, sizlarni to'rt ko'zi bilan kutgan edi. U umrimda ko'rgan dono ayol, kuyimchan ayol, marhamatlik, shirin suxan, qaysar ayol edi. Dunyoda shundoq bahosiz kishilar o'lib ketguncha, mendek odamlar o'lib ketsak bo'lmamdi", dedi. Biz Tillaxon onamizga tasalli berib qaytdik. O'rinbay aka va uning hamshahar do'stlari Andijon, Farg'ona Uyg'urlari bo'lib, to'lisi Qashqar, Otushdan har xil sabab bilan, jumladan Jahongir Xo'ja vaqasining oldi keyindagi musofirat bilan Farg'ona vodisiga makonlashgan edi. Ular Sovet-German urushi mezgilida, ba'zilari Qashqarda Sobit Damulla vaqasi yuz bergan chaqlarda
Sovet hökuməti tərəfindən öz makallarından bu joyga tarqaqlaşdırılıb köçürülgən edi. Ular Uyğur şevelerini qismən saqlagan halda tolisi Özbek, Anjan şevisi de Tacik tilida sözləşətdi. Biz dəsləb Düşənbə koçalarını aylandıq. Tacikistan muzeyi və körgəzməxanasını ziyaret qıldıq. Ondan keyin məşhur mənzirlik jilğa Varzab dəryası boyidagi ormanlıqda şəşlik kebab səylisi ötküzdük. Varzab dəryası suyu mağa yaxdı. O baş əgimdeki Könçi dəryasıdək süzük, oynaq tağ suyu edi. Suğa çömülüp, su boyidagi xadı taş yanında olturup şeir yazdım. Varzabdan qayçı səpirdə sədridən ayni qabrigahlıqı və onu orab durğan bağını ziyaret qıldıq. Düşənbə aeroportida O'rinbay aka Erkincanlar bilan xoşlaşıb Bishkekka qaytdıq. Enim eldan bizning Almutaga qiladigan ziyorat rasmiyatlarimizni taqilgandan keyin Almuta aeroportiga qo'ndik. O'rmon ichidagi Almuta shahrida O'trar mehmonxonasiga o'rnashgan edik. U yerda bizni tuqqanlar va do'stlarimiz kutib elishdi. Biz Almutada dastlab kelib Uyg'ur yurt kattalaridan mashhur Roziyev, ya'ni Mansur Apandi, Ziya Samidi, Batur Ershidinov qatorliq zotlarni ziyorat qildik. Mashhur Apandi dadamning Urumchi cho'chaklardagi qadinas do'sti edi. Biz Qozog'iston Fanlar Akademiyasi Uyg'urshunoslik tadqiqot institutida taklif bo'yicha ziyofatda bo'ldik. Xo'ja Ahmad Saydu Vaqqasov atrofiga falsafa, filologiya, tarix va san'atshunoslik bo'yicha Uyg'ur olimlari, mo'tavarlari to'plashgan edi. Biz u institutning ilmiy xizmatlari bilan tanishdik. Ondan keyin marhum Aydinning bog' hovlisidagi hamma mehmonni boshlab Qozog'iston davlatlik Uyg'ur teatrining maxsus tayyorlagan konsertlarini tomosha qilib, ular bilan suratga tushdik va Uyg'ur sahna san'ati to'g'risida suhbatlashdik. Rana xos Uyg'ur usullarining harakat xazinasi, kiyinish an'anasi va o'yin ko'rsatish mahoratiga oid bir qator stilistikalik masalalar ustida to'xtaldi. Keyin ularning Bishkekka elib borgan o'yinlarini ko'rdik. Biz Almutaning mashhur Medevi tog' manzarasi, Mustaylish maydoni va Qozog'iston televiziya munori yenidagi yurt bo'z uy qimizxonalarining birida bo'ldik. To'satdan yenimizga men bilan buningdan 23 yil ilgari bir yataqda yotgan istil tustish harakati ob'ekti Qozog'istonning hozirgi atoqliq yozuvchisi Qaddash kirib keldi. U o'zining menga sovg'a qilmoqchi bo'lgan So'nggi ko'chi, ya'ni oxirgi ko'chish nomli romanida men to'g'riliq yozilgan sahifalardan birini o'qib berdi. Rana ko'z yoshlarini yoshira olmadi. U oxiri yig'lab ketdi. Gerçi romanda Rana'ning ismi yozilmagan bo'lsa-mu, ikkimiz bir uchkadagi qo'shmig'iz va yoki bir alaqonning oldi kaynida edik. Rana'ning ko'z yoshlari yozg'uchini, atrofimizdagi kishilarni chashmi shabnamlari bilan chayqalgan tarixiy xarakterlik mo'ng'a g'arq qildi. Bag'rim qattiq bo'lsa kerak, Rana'ning yig'isiga toqat qilolmaganimdan boshqa ko'zimga qatra ob chashma tomchisi kelmagan edi. Biz Almuta muzeyini, hayvonot bog'chisini ziyorat qildik. Havo qarida pirqiravatgan charxiy palak, choqpalakda o'ltirib shahar manzarasini tomosha qildik. Tog'dan sim bilan seyirlab tushadigan osma vagonda o'ltirdik. Qozog'iston yozuvchilari uchun haqsiz hozirlangan xilvat ijodiyat bog'chisida G'obit Musripov bilan suhbatda bo'ldik. Do'stlik rayonidagi Uyg'ur oilalarida mehmon bo'ldik. Mashhur Uyg'ur qiziqchisi, hozir javob zehn egisi Sanjar bilan do'stlashdim. Almuta safari oyoqlashib, Bishkekka qaytish vaqti yetdi. Aeroportning chet elliklarni kutish zalining sirti pikaplarga, ichi
Jiraqdan kelgan odamlar to'piga to'lgan edi. 100dan ortiq bu to'p orasida olimlar, yozuvchi shoirlar, Uyg'ur mo'tabarlari, do'st birodarlarimiz, yangi tanishgan kishilar, oila ayollari, pensiyaga chiqqan peshqadamlar bor edi. Biz ular bilan bir qanchaga bo'linib suratga tushdik. Rana do'stlari, saboqdoshlari bilan qonig'icha mungdashdi. Uning ochiq, illiq chiroyi va o'ngli xarakteri mabtunkar magnitga o'xshaydi. Uning vujudida hech qanday qitig'urliq, hasadxo'rliq, ushshaq so'zlik, jimg'urliq va yoki yolg'on takalluf alomatlari ko'rinmaydi. Uning kamtarligi, tamkinligi, chiqishqoqligi meni pat-pat uningdan ulgi ilishga undagandek qiladi. Biz ulardan ayrilib, aeroplan turgan yerga mangdik. Uzatquchilar ochiq simtor sirtiga hashq pechakdak yamashdi. Men Rana bilan orqamizga qarab, o'ng qo'limizda ular sungan guldastlarni tutib, qo'l ishorasi qilib, yana oldimizga mangdik. Keyin sol qo'limizda gul tutib, qo'l planlatdik va oldimizga yurib ketdik. Aeroplanga orliq oz qolganda orqamizga buraldik va ikki qo'limizda guldastalarni tutib, ular bilan oxirgi qitim xayrlashdik. Biz o'rinish bo'lgandan keyin yerlik yo'lovchilar aerodromga kirib kelishdi. Manas aeroportidan sazliq dalani kesib, Bishkekka kirib keldik. Miras va qaytish rasmiyatlari oyoqlashdi. Enim Eldan bu atrofdagi edir, suv, o'rmon, chimliq bilan to'lgan cho'mish nomliq manzirlik o'ringa bir qancha 100 kishilik dasturxon hozirladi. U taxtay isklatidan ariyat olgan shallarda uzun tutashmish shiralar, bir qancha taxta supa, shu qatorda Ranani usulga taklif qilish uchun gilam yeyilgan keng shal supa yasatgan. Bishkek, Olmuta, Toshkent, Dushanba, Jambuldan mehmonlar taklif qilingan. Chalg'uvchilar va elektron saymonlar boshqurg'uvchilarini o'rinlashtirgan edi. U 2 ot, 7 qo'y so'ydi. Qeza, qart, o'pka isiplar tayyorlatdi. Ammo u bu ishlarni bizdan yoshirin taxladi. U bizni bu atrofdagi manzirlik joyini ziyorat qilib kelamiz degan so'z bilanla bu yerga boshlab keldi. O'rmon orasidagi 50 dan ortiq pikapni ko'rib, biz bu yerga sayohatchilar rosa jiq chiqadi ekan deb o'ylab qolgan edik. Kim bilsin, bu bizni vatanga uzatish uchun Eldanning salgan dasturxoni ekan. O'ltirishni qo'liga mikrofon tutgan tetik Uyg'ur olimi Ablis Abdulla boshqardi. Shirin taom, shirin kalam, go'zal tabiat, nafis san'at bir gavda bo'lib ketgan edi. Mehmonlarning zo'r ko'pchiligi qo'llariga romka elib, o'zlarining urug'ib turgan o'ynoq aql, hissiyot durdonlarini chachqi qilishdi. Ularning orasida marhum Uyg'ur lirik shoiri Ablay Ro'za akami bor edi. Naqshlar o'qildi, usullar o'ynaldi. Rana samimiy, qizg'in olqish ichida usul supisiga chiqdi. U otish usulni o'ynagan edi. Darhaqiqat, boshqa usulchilar siz usul o'ynagandan keyin biz usulga chiqsak, usulimizning qiziqudek yeri qolmaydi ekan degashga, u oxirida usul o'ynadi. Ondan men so'z oldim. Men mushu maydonda ushbu daqiqalarda o'z hayotimda zodi boshdan o'tkazmagan favqulodda hayajonliq bir illiq saskuy ilgiti turibman. U vatanga, suyimlik ana tuproqqa qaytish oldidagi saskuydan iborat deb so'zimni boshladim. Mushu chaqmoq chaqquvchi so'z bilan ahli so'rin sukunatga cho'mdi va bolduqlab ko'z yeshi qilganlar ko'payishga boshladi. Men ikkinchi eg'iz so'z bilan ularning qalbiga aroq beg'ishishim lozim edi. Shunga 6 oy jarayonida men o'z millatim ichida uning esil persentlari gulzorida yashadim. Men buni ko'ngil aralab ziyorat qilish, rishta bo'ylab sayohat qilish deb atadim.
Мен Pamirning g'arbidagi ulug'vor xazinani, bu yerdagi Uyg'ur aqli idroki, Uyg'ur vijdoni va shon sharifi xazinasini tomosha qilib, unutilmas hikmat va putmas, tugumas qudrat topdim, dedim. Oxirgi jumlada ularga minnatdorlik, beshimni yerga egib tashakkur, ta'zim bildirib, bu hurmat ehtiromning men va Ra'nog'ila emas, yanala o'z bag'rimiz Pamirning sharqidagi Uyg'ur xalqiga taalluqligini tilga oldim. Darhaqiqat 80 kilo kelmaydigan jismim faqat Uyg'ur xalq turkumining hurmati tufayli izzatlangan edi. Mayli yig'lay yoki kulay, mayli tushunilay yoki tushunilmay, o'zimning Uyg'urning oq ko'ngil persenti bo'lib to'ralganimga iftixorlanatdim. Kechikmay qaytdik. Men, Ra'na va Ildan inim uchimiz opam Ra'naga atagan aqchiga olgan pikapni navbatlashib haydab chegaraga keldik. 22 bob. Ulug' okeandan qaytganda. Bo'lma mag'rur, shotliqing tanho emas. Nur zalolat kulkisidir bir qapas. Beqaror tursa dilingda azgulik, to'ssa yo'lingni qabohat arsimas. 1983-yildan 1986-yilgacha Urumchi ro'yxatida ilm-fanga qiziqish, ilmiy jamiyatlar barpo qilinish bo'yicha yangi ilgirlashlar yuz berdi. Ilm-fan sohasida har darajalik unvon baholab bekitish xizmati amaliylashdi. Ra'no bilan ikkimiz bir qator ilmiy va kasbiy faoliyatga qatnashdik. Men O'rta Osiyo ziyorati haqida ta'sirotnoma e'lon qilmaganligimni hisoblamaganda bir qancha ilmiy va she'riy kitob bilan ilm tadqiqoti bo'yicha ko'plab maqola e'lon qildim. Ra'no davomli usul darsi o'tish, to'liqlab darsi o'tishdan tashqari 13 parcha ilmiy tadqiqot maqolasi e'lon qildi. O Uyg'ur usulida badiiy go'zallik masalalari nomli kitobini yozib nashrga topshirdi. Uyg'urlarda navbatda adabiy ommabop kitoblardan boshqa ilm tadqiqoti asarlarining tiraji ozligi tufayli bu kitob nashr qilinishining kechikkanligiga qaramasdan u ikkinchi kitobi usulshunoslikning asoslari ustida ishlashga kirishdi. Bu kitob uning ko'p yillik o'qitish tajribalari va tuzgan darsliklari asosida takror to'liqlanib, puxta ishlangan edi. U bu kitobini qo'llanma qilib bir qancha yil usul darsi o'tdi va bu kitobini Xanzuchaga tarjima qildirib nashriyatga topshirdi. Bu Uyg'urlarda maydonga kelgan 15 bob 50 necha paragraflik tunji usul san'ati nazariyasi bo'lib, men uni dastlab qilib o'qib chiqqan edim. Yipak yo'lidagi naqshi usul makonidagi usul amaliyati tarixidan mundaq nazariya va dastur mujassamlanishi lozim edi. Men Urumchi, Beijing, Qashqar, Yanji, Kunming qatorliq shaharlarda ochilgan falsafa, ijtimoiy fanlar bo'yicha ilm tadqiqoti muhokama yig'inlariga qatnashib, maqolalarni o'qib qaytib kelganimda Ra'no qavatla ruhlanib ketadi. Xuddi shu yillargacha tushlarimda pikap kelib, ichidan surtalat ikki kishi tushib meni tutib ketgan va yoki beshimdan halqitib pelimot etayotgan ko'rinishlar ko'ringandek Ra'nomu mendan ansirabli yashaydi. U yillari men bejirim sog'lom bo'lg'ashqa, u tushlarida men yo'qolib ketib, u meni izlab varqirayotgan yoki poyez ustiga chiqib elib, toneldan o'tib meni izlayotgan ansiz ko'rinishlarni ko'radi. Ra'no yig'in qatnashquchilaridagi pishqadamlar, ularning menga bo'lgan haqiqiy muomala va qarashlari, ixtilof yoki so'z muomala adablari haqida so'rab boshqa turadi. Uning mendan boshqa fikr hissiyoti yo'qdek, atsi yoki kunlar o'tib yana shu masalalarning texmo inchika taraflarini surishtiradi. 1983
Мән доцентлықтың профессорлыққа ұйғырлар арасында түнжі түркімді бекітілгенлігімден кейін о көзіге яш алды. Неміш қыдыр мәндін текім әнсірайдыған болып қалды. Арада бір қитім тоқылған күнімні мұбараклап бір топ бұрадырым өйге топланды. Есімді келішіше университетті оқуатқан чығымда бір қитім тоқылған күнімні ятақта азырақ арақ қошылған бір челек қымыз білән сабағдашларым құтлықтыған еді. Бұл азырғыча ikkinchi қитымлық еді. Mehmanlar қызғын сөзілді. Rəna күліп, қолыға çay piyalesi aldı da, hayacan içede sözləb, jığlap ketdi. O mening riyazatlarim, öz ələmləri üstüdə emas, mening tikkandek yalğız farzandlikim, ata-anamның ağırqı kunlarini körəlmigənlikim. Könglimdə düşmənlik, qısaskarlıq, rəşik, həsəd uşqununun yoxluğu, gol, hətta balalarca tözlükim, tamaq, kiyim, turmuşda tələbsizlikim haqqında sözlüdü. Qaramaqqa o məndən məhbubluq toyğusu bilərlə əməz, yana mehriban ananın gödək pərsəntigi bolğan hamiylik, şəfqəti, əndişləri bilən öz fikir hissiyatlarını toldurğan idi. Onun sözlərdən həmmimiz hayacanlandıq. Dərvəqə, onun nurana yoki ənsirəb baqqan hər bir qarışı üçün Tanrının onu malaik qılğan müqəddəs mehri iltifatidək yegana və alibdə g'amxo'rlik edi. Tez arada Rəna'nın dotsentlik unvani ağırqı bekitilishga qo'yildi. Bu chaqda usul ma'rifi bo'yicha texi bundaq yuqori kasbiy unvan bo'lmaganligi uchun talash va raqobat tabiiy hodisa sifatida vaqa bo'lib turgan edi. Kutilmaganda unvan bekitish yig'ini jiroqdagi bir mehmonxonada qattiq maxfiyat va intizom bilan chaqirildi. Men yo'lga chiqish oldida xat shirasi ustida 2 parcha qog'ozning turganligini ko'rib qoldim. Uning biri Ra'naning xati bo'lib, uningda agar baholang'uchi son bir kishi bo'lib yoki cheklik bo'lib qolsa, mendan boshqa yo'ldoshlarning dastlab baholanishga kuch chiqaring. Anglasam, 2 nomzod men bilan yo'ldosh X ko'rsatilibdi. Har qanday ahvolda men uchun so'zlamang deb yozilgan edi. Yana biri xeyli ko'p varaqli qog'ozga yozilgan ommadan xat bo'lib, uningda men orqali baholash kollektiviga yozilgan yo'ldosh X ustidagi shikoyat xati edi. Men har 2 xatni tashlab qo'yib ketdim. Ra'na darsga ketgachga xo'shlashmayla yurib ketgan edi. Unman baholashda bir xanzu ayol mutaxassis Ra'naning materiallariga asosan u haqda hammani qoyil qildi va uning graflarini tayyorladi. Men tashabbuskorlik bilan yo'ldosh X'ning materiallari ustida ishladim. Natijada ularning har ikkalasi tang dotsentlikka tasdiqlandi. 1986-yili men Beijing, Shanghai, Osaka havo yo'li orqali Yaponiya Sharqiy Okean Akademiyasi, Kyoto Universiteti Madaniyat almashtirish fondining taklifi bilan Yaponiyada ilm ziyoratida bo'ldim. Asli taklif qog'ozida meni va kotibi yoki ayolini elib birga kelish, hamma chiqimni ular ustiga oladiganligi yozilgan edi. Ra'na, siz bering. Men katib emas, sizning katibingiz yo'q. Ilm muhokimasi yig'inida ayolni so'rab yuribdi degan so'z chiqishi ko'rinib turadi. Chet elliklar demisimi, biz demay qo'ymaymiz. Bu echilayotgan gulga qo'ngan chang to'pi bo'lib qolmishsin. Demaganni degili, qilmaganni qilg'ili bo'ladi-ku, dedi. Men Yaponiyaga ketdim. Bu ismimni yezib chaqirtilgan taklif bo'lg'ashqa yolg'iz edim. Osaka aeroportida meni Xiaoyu Siliang professor bilan Koreya millatidan bo'lgan Li Changji apandi kutib oldi. Kyoto Universiteti Yaponiya Markaziy Osiyo tadqiqot instituti birlashma ilm doklati yig'inida, keyincha Tokyo Sharqiy Okean Akademiyasida
Qutatqu bilik va Uyg'ur muqomi temasida 3 qitim so'zildim. Kichikkina Yaponiyada qatnash ravonligi uni bir shahardek yaqinlashtirg'ashqa, O'rta Osiyo, Sharqiy Osiyo, Iran, Uyg'ur, O'zbek tarixi bo'yicha ilm nupuzliqlaridan professor Xanida Akira, Mani Inji qatorliqlar zalga to'plangan edi. Didar so'zi bilan oxirgi minnatdorlik so'zini yaponcha so'zlaganligim uchun ular to'liq xushal edi. Her bir dokladni qo'zidek yavaş tinglab, keyin arslandek taraf-tarafdan savol tashlab, sizni rasa chekib ko'rgandan keyin muvaffaqiyat qozonsangiz, dasturxon silib, may ichib, naqshi o'qib, kitob sovg'a qilib, ulfatlashish yapon olimlaridagi chinlikni asos qilgan yaxshilik, go'zallik qarashi odatini gavlandirdi. Yaponiyadan Şanghay orqali qaytdim va Urumchikashlik yezdida 27 son uda Jabog'an eliga ziyorat xotirasi e'lon qildim. Rana maxsus Volga nomli pikap bilan Urumchi aeroportiga chiqqan edi. Maktabdan minibusda bir to'p o'qituvchi o'z oldiga ayrim chiqqan ekan. Men Ranaga o'zra aytib, uning xo'shal ma'qullashi bilan o'qituvchilar ilib kelgan mashinada qizg'in parang bilan uyga kelib, to'xtagan opam, Akbar, Asqar, Faruq va bu yerda kutib turgan ustoz, xizmatdosh va qo'shnilar bilan ko'rishdim. Rana kashki parangda o'zining Yaponiya oliy maktab o'quvchilari ziyorat o'mikiga taklif bilan qadimki ko'san nag'masi va hozirgi kucha naqshi usuli degan temada leksiya o'qiganligini aytdi. Kitap o'qish munbirimizning hurmatli anglarmanlari. Bugun mush yergacha o'qiyli. Kelar qitimda mazkur asarning eng oxirgi bo'limini o'qib beraman. Xayr xo'sh, aman bo'ling.